هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Meryem tefsiri 51. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn-i Kesir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Meryem suresi 51. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Kitapta, yani Kur'an'da Musa kıssasını bayan kılgın. Şüphesiz ki o Allah ibadetiga has kılgan hem Resul, yani elçi, hem peygamber idi. Onun biz Turtig'inin on terbinden nida kıldık. Onu biz münacet üçün dergahimizga yakınlaştırdık. Onun biz merhamet kılıp qerindişi Harun'ni peygamber kılıp verdik. Musa ve Harun aleyhisselamlarının kıssası. Allah Teala yukarıda dostu İbrahim aleyhisselamның haberini bayan kılıp ve onun maqtab bulup aqidilla Allah Teala bilen sözleşken Musa aleyhisselamның kıssasını bayan kılışını başlap mundaq dedi. Kitapta, yani Kur'an'da Musa kıssasını bayan kılgın. Şüphesiz ki o Allah ibadetiga has kıygan. Sevri Abdülaziz İbni Rafi'den Abu Lubaba'nın mundaq deganligini rivayet kıldı. İsa aleyhisselamның yardımcıları, ey Allah tarafından bo'lgan ruh, yani İsa, ey İsa, sen bizga qandaq kişinin Allah Teala'ga ixlasmand kishi ekanligini deb bergin deb so'radi. U ixlasmand kishi bo'lsa Allah Teala'ga ibodat qiladigan kishilarning o'zini maqtishini yaxshi ko'rmaydigan kishidir deb javob berdi. Ba'zilar ixlasmand kishi bo'lsa peygamberlikka tanlangan kishilardir dedi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Allah aytdi: ey Musa, men haqiqatan seni zamanındaki kişiler arasından peygamberlikka ve men bilen bevosita sözleşishga tanladım. Hem Resul, yani elçi, hem peygamber idi. Yani Allah Teala onun da elçi ve peygamberden ibaret iki sübetini kıldı. O iki sübet ilgiri Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed aleyhisselamlardan ibaret iradelik katı peygamberlerdir. Allah Teala'nın rahmeti ve selamı ulağa ve başka peygamberler gibi olsun. Onunla biz Turtig'inin on tarafından nida kıldık. Onu biz münacet üçün dergahimizga yakınlaştırdık. Yani Musa aleyhisselam Irak'tan pılıldap görüngen otni ailesiga elip kelish üçün tağının bağrıga kelgende Turtig'inin on tarafından, yani g'arb tarafından bir ovoz geldi. Şunun bilen Allah Teala onunla söz kılıp özü tarafki yakınlaştırdı ve sözleşti. Onunla biz merhamet kılıp qerindişi Harun'ni peygamber kılıp verdik. Yani biz onun menin qerindişim Harun'ni peygamber kılıp vergin degan tiligini icabet kılıp onu peygamber kıldık. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi:
qarindishim Harunning tili meninkidan ravondir. Uni men bilan payg'ambarligimni tasdiqlaydigan yordamchi qilib avatgan. Men haqiqatan ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman. Allah aytdi: Ey Musa, sening so'ragan narsalaring sana berildi. Allah sizlarga dindan Nuhga tavsiya qilgan narsani sana, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz vahiy qilgan narsani İbrahimga, Musaga va Isaga biz tavsiya qilgan narsani bayon qildi. Sizlar dinni barpo qilinglar. Dinda tafriqchilik qilmanglar. Mushriklarga sen ularni da'vat qilgan narsa, ya'ni tavhid eg'ir keldi. Allah tavhidga xohlagan odamni tanlaydi. Allah'ның taatiga qaytadigan odamni tavhidga boshlaydi. Yahudi, Nasara qatorliqlar ularga ilm kelgandan keyin, ya'ni ular Rasulullah'ның haq payg'ambarligini bilgandan keyin ondan o'zaro hasad qilishib firqalarga bo'lindi. Agar Rabbingning ularni jazolashni qiyomatgacha ta'xir qilishdan iborat so'zi bo'lmasa edi, ularning orasida albatta hukm chiqarilib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni ular tiz halok qilingan bo'ladi. Ulardan keyin kitobga varislik qilganlar, ya'ni Rasululloh bilan zamondosh bo'lgan ahli kitob haqida qattiq dargumondadir. Shunga ba'zi salaf olimlari mundaq dedi: Dunyoda bir kishi Musa alayhisalom qarindishi Harunning payg'ambar bo'lishiga shafaat qilgandan kattaroq shafaat qilib boqmadi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kitobda, ya'ni Qur'onda İsmailning qissasini bayon qilgan. U haqiqatan va'dasida rostchil, ham rasul, ham payg'ambar edi. U oilasidagilarni namoz o'qishga, zakot berishga buyurdi. Rabbining dargohida uning roziligiga erishgan edi. Rabbining dargohida uning roziligiga erishgan edi. İsmail alayhissalomning qissasi. Allah Taolaning u haqiqatan va'dasida rostchil edi degan so'zi Allah Taolaning o'zining do'sti İbrahimning o'g'li İsmail alayhissalomni maqtaganligidir. Arabistondagi arablarning asli nasli İsmail alayhissalomdan boshlangan. Ibn Jurayj mundaq dedi: İsmail alayhissalom Rabbiga qilgan bir nechta turlik va'dasining hammasini o'rinladi. Ya'ni u bir ibodatni qilishga va'da qilgan bo'lsa, u ibodatni to'liq ado qildi. Ba'zi olimlar mundaq dedi: Ya'ni u haqiqatan va'dasida rostchil deb ataldi. Chunki u dadasi İbrahim alayhissalomga mundaq degan: Allah xolisa uningga meni sabr qilguvchi topsan. Ya'ni u bu so'zida degandek qildi. Va'daga xiloflik qilish nachar sifatlardan bo'lsa, va'dada turish yaxshi sifatlarning qatoridandir. Alloh taolo nachar sifatlarni ayblab mundaq dedi: Ey mu'minlar, sizlar nima uchun qilmaydigan ishni qilamiz deysizlar? Ya'ni amalda sizlar qilmaydigan yaxshi ishlarni nima uchun og'zinglarda qilamiz deysizlar? Sizlarning qilmaydigan ishni qilamiz deyishinglar Allohning dargohida eng o'ch ko'riladigan narsadir. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: Munofiqlarning alomati 3 turlik bo'ladi. So'zlasa yolg'on so'zlaydi, va'da qilsa xiloflik qiladi va omonat qo'yilsa xiyonat qiladi. Shunga Alloh taolo bandisi va payg'ambari İsmail alayhissalomni qilgan va'dasida rostchil deb maqtadi. Shuningdek ham payg'ambari Muhammad alayhissalommu qilgan va'dasida rostchil edi. U birsiga bir ish to'g'riliq va'da qilsa, va'daga vafo qiladi. Abu As
ibn Rabi'ning qizi Zeynep o'zining eri payg'ambar alayhissalomni maqtab mundaq dedi: so'zlasa rost so'zlaydi, va'da qilsa vafo qiladi. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lganda Abu Bakr mundaq dedi: har qanday bir kishining payg'ambar alayhissalom bilan biror ish to'g'riliq qilishgan va'dasi yoki el ishi bo'lsa, u kishi mening qishimga kelsin. Men uni o'rinlayman. Uning qishiga Jabir ibn Abdullah kelib, payg'ambar alayhissalom menga agar Bahrayndan keladigan mol kelsa, men sana uningdan munchilik va munchilik beraman, ya'ni 3000 toshqidek beraman. 3000 toshqidek beraman deb va'da bergan dedi. Bahrayndan keladigan mol kelganda Abu Bakr Jabirni maldan uchumlashqa, ondan uni sanashqa buyurdi. U 500 dirham chiqdi. Abu Bakr uning bilan qo'shib yana 2 hassa mol berdi. Ya'ni uningga 1500 dirham berdi. La ilaha illalloh Muhammad Rasul. Hem Rasul hem payg'ambar edi. Bu oyat İsmail alayhissalomning hurmatining qarindishi Ishaq alayhissalomdan yuqori ekanligini bildirdi. Chunki Ishaq alayhissalom faqat payg'ambar degan sifat bilanla sifatlandi. İsmail alayhissalom payg'ambar va elchi degan ikki xil sifat bilan sifatlandi. İmam Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: haqiqatan Alloh taolo İbrahim alayhissalomning bolalari ichidan Ismoilni tanladi. Bu hadis yuqorida deyilgan so'zning to'g'riligini kuchlantirdi. U oilasidagilarni namoz o'qishga, zakot berishga buyurdi. Rabbining dargohida uning roziligiga erishgan edi. Bu mu hem uning go'zal sifat va esil axloqlaridandir. Allah Taala bir kishining bola chaqalarini namoz o'qishga va zakot berishga buyurishi haqida payg'ambar Muhammad alayhissalomga mundaq dedi. Payg'ambari Muhammad alayhissalomga mundaq dedi: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, oilangdagilarni va ummatingni namozga buyurgan, o'zingmi uni ado qilishga chidamliq bo'lgin. Ey mu'minlar, o'zinglarni va bola chaqanglarni inson va toshlar yiqilg'i bo'ladigan, rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar muakkal bo'lgan do'zaxdan saqlanglar. U farishtalar Allohning buyrug'idan chiqmaydi. Nimaga buyurilsa shuni ijro qiladi. Payg'ambar alayhissalom bir-birini yaxshilikqa buyurish to'g'risida mundaq dedi: kechasi qopib namoz o'qigan va ayolini namoz o'qish uchun uyg'otgan, agar u uyg'ong'ili unimasa, uning yuziga suv chashgan erga Alloh taolo rahmat qilsin. Kechasi qopib namoz o'qigan va erini namoz o'qish uchun uyg'otgan, agar u uyg'ong'ili unimasa, uning yuziga suv chashgan ayolga Alloh rahmat qilsin. Bu hadisni Abu Davud va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Kitobda, ya'ni Qur'onda İdris qissasini bayon qilgan. U haqiqatan rostchil payg'ambar edi. Uni biz yuqori o'ringa ko'tardik. İdris alayhissalomning qissasi. Alloh taolo İdris alayhissalomning qissasini u haqiqatan rostchil payg'ambar edi. Uni biz yuqori o'ringa ko'tardik deb uni maqtash bilan boshladi. Isro kechasi haqida kelgan hadisda payg'ambar alayhissalomning 4-osmonda uning qishidan o'tganligi rivoyat qilingan. Sufyan Mansurdan Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qildi: uni biz yuqori o'ringa ko'tardik, ya'ni 4-osmonda qildik. Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan va uningdan boshqalarmi mundaq dedi: Alloh taolo uni jannat qildi.
Allohning ne'matiga erishgan ana shu payg'ambarlar Odam alayhissalomning naslidandir. Biz Nuh bilan billa kemiga solganlarning naslidandir. İbrahimning naslidandir. İsrail yani Yaqub alayhissalomning naslidandir. Biz iymonga hidoyat qilgan payg'ambarlikka tanlaganlardandir. Ularga marhamatlik Allohning oyatlari tilovat qilingan chaqda sajda qilgan va yig'ilgan holda zaminga yiqildi. Kishilarning ichidan payg'ambarlikka tanlanganlar to'g'risida Allohning ne'matiga erishgan ana shu payg'ambarlar Odam alayhissalomning naslidandir. Bu oyatdan yuqorida bayon qilingan payg'ambarlar ko'z tutilmaydi. Ko'z tutilmay, balki butun payg'ambarlar ko'z tutilgan. Suddi va Ibn Jarir qatorliqlar bu haqda mundaq dedi. Odam alayhissalomning naslidagi payg'ambarlardan İdris alayhissalom Nuh bilan billa kemiga selinganlarning naslidagi payg'ambardan İbrahim alayhissalom, İbrahim alayhissalomning naslidagi payg'ambarlardan İshaq, Yaqub va İsmail alayhissalom qatorliqlar va İsrail naslidagi payg'ambardan Musa, Harun, Zakariya, Yahya va Maryamning o'g'li İsa alayhissalom qatorliqlar maqsad qilindi. İbn Jarir mundaq dedi. Ularning hammasining otillari Odam alayhissalom ularning hammasining otillari Odam alayhissalom bo'lsa-mu, Alloh taolo ularning naslarini ayirib keltirdi. Chunki ularning ichida Nuh alayhissalom bilan billa kiyimida bor kishilarning nasllaridan bo'lmagan payg'ambarlarmi bor. U bo'lsa-mu İdris alayhissalomdir. U Nuh alayhissalomning cho'ng dadasidir. Buningdan İdris alayhissalomning Nuh alayhissalomning naslining asosi ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Bu oyatdan yuqorida qissasi bayon qilingan payg'ambarlar emas, balki barliq payg'ambarlarning maqsad qilinganligini tövendiki oyatning mazmunini kuchlantirdi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi. Öz qavmiga raddiya berish uchun İbrahimga bergan dalilimiz ana shudir. Xohlagan kishimizni bir qancha daraja ko'taramiz. Rabbing haqiqatan hikmat bilan ish qilguchidir. Hammani bilguchidir. Biz İbrahimga İshaqni, Yaqubni ato qildik. Ularning har birini hidoyat qildik. İbrahimdan ilgari Nuhni hidoyat qildik. İbrahimning avlodidan Davud, Sulaymon, Ayyub, Yusuf, Musa, Harunlarni hidoyat qildik. Yaxshi ish qilguvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. Zakariya, Yahya, İsa va İlyaslarni hidoyat qildik. Ularning hammasi yaxshilardandir. İsmail, İlyasa, Yunus va Lutlarni hidoyat qildik. Ularni o'z zamonidagi tamomiy jahon ahlidan ustun qildik. Ularning ota-bobolaridan, avlodlaridan, qarindoshlaridan ba'zilarini hidoyat qildik. Ularning avlodlaridan, qarindoshlaridan ba'zilarini hidoyat qildik. Ularni tanladik. Ularni to'g'ri yo'lga yetakladik. Allah'ның to'g'ri yo'li ana shudir. Allah bandalaridan xohlagan kishilarni shu yo'lga boshlaydi. Agar ular, ya'ni shu payg'ambarlar shirik keltirsa edi, ularning qilgan yaxshi amallari albatta bekor bo'lib ketadi. Ularga kitobni, hikmatni va payg'ambarlikni ato qildik. Agar bu mushriklar ularni, ya'ni kitob, hikmat va payg'ambarlikni inkor qilsa, ularni inkor qilmaydigan
ularni inkar qilmaydigan boshqa bir qavmga topshiramiz. Ana shular, ya'ni mazkur payg'ambarlar Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ularning yo'liga ergashgin. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qavminga aytqinki, Qur'onni tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Qur'on faqat butun jahon ahli uchun va'z nasihatdir. Senden ilgari biz haqiqatan nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularning orasidan sana bayon qilib berganlarimizmi, bayon qilib bermaganlarimizmi bor. Hech qanday payg'ambar Allohning iznisiz biror mo'jiza keltira olmaydi. İmam Buxoriyning rivoyatida mundaq deb keldi. Mujahid ibn Abbas radhiyallohu anhumadan Sad suresida sajda oyati bormi deb so'radi. U ha deb javob berib, bu oyatni o'qidi. Ana shular, ya'ni mazkur payg'ambarlar Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ularning yo'liga ergashgin. Sizlarning payg'ambaringlar Muhammad alayhissalom ularga ergashishga buyurilgan kishilardandir. Davud alayhissalom ularning qatoridandir. Ya'ni Alloh taolaning Sad suresidagi Davud bizning uni sinaganligimizni bildi. Robbidan mag'firat talab qildi, sajdaga bordi, Allohga tavba qildi degan bu oyatida Davud alayhissalomning sajda qilganligi bayon qilindi. Yuqoridagi oyatda payg'ambar alayhissalom o'zidan ilgari o'tgan payg'ambarlarga ergashishga buyurildi. Payg'ambar alayhissalom Davud alayhissalomga ergashib, Davud alayhissalom sajda qilgan yerda sajda qildi. Shuning bilan bu oyat sajda oyatiga aylanib qoldi. Ularga marhamatlik Allohning oyatlari tilovat qilingan chaqda sajda qilgan va yig'lagan holda zaminga yiqildi. Shuning uchun olimlar ularga ergashish uchun bu yerda sajda qilishning lozimligiga birdek fikrga keldi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Maryam tafsiridan 58-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qaytamda o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.